Privetik, всем salom hammaga. Bugun mana soat kechqurungi 7:30 и sana 22 yanvar. Bu videoni hozir sразу qo'ya olmayman, chunki men surprizim bor. O'shuning uchun videoni qo'ysam bilib qolishadi. Bu bilan nima demoqchiman? Ertaga 23-yanvar kuni va nihoyat O'zbekistonga uchib ketyapman. Buni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Videoni qo'ya olmaganim sababi oyimga surpriz, tug'ilgan kunlariga zo'r surpriz qilib uchib ketyapman. Shuning uchun hech kim meni uchib ketayotganimni bilmaydi. Shuning uchun videoni shu kuni qo'ya olmayman. Xullas, bugun qo'ya olmayman. Menimcha, после 25 qo'ya olamanda. Chunki 25-kun tug'ilgan kunlari mana shu 1-2 kun ichida, mana ertaga uchib borsam, albatta 1,5 kun ichida oyimga surprizlarni ulgurishim kerak. Mana ko'rib turibsizlar, chemodonlar почти tayyor. Xudo xohlasa, o'g'limni ham ko'raman, oyimlarni ham ko'raman. Oyimlar tug'ilgan kuniga zo'r surprizlar qilganman. Videolarda ko'rsatib o'tib ketaman va ikkinchi yangiligim bu, конечно, новенький ayfonchik. O'shan bilan hozir videoga olyapman. Ayrim sabablarga ko'ra o'zimni telefonim buzilib qolib, 13 Pro Max ishlatardim. Yangi olishga majbur bo'lib qoldim. Yangi yil O'zbekistonga yangi telefon, yangi video siklar bilan sizlar bilan boshlaymiz vlogimni. Mikrofon ham oldim mana. Endi yaxshi kачествоda xudo xolasa videolar qilaman. O'shuning uchun xursandchiligim sizlar bilan bo'lishkim keldi. Xudo xolasa menga shuncha like qo'yib videolarimga vaqt ajratganlaring uchun rahmat sizlarga.